İhbar Aşpaz Geldi programımızın tacidarlıqını yemekli qurutçu sohasidagi ko'zga ko'ringan o'rin Aqsu İhbar yemekli qurutçu zavodi ustiga oldi. İhbar Aşpaz Geldi programmasini a'lo sifati va ishonchiligi bilan iste'molchilarning olqishiga erishgan qadimiy namoyilari alohida qo'lladi. Aşpaz Geldi programmamizni Yeshilnur Guruchi va Oq Marvoyit ullarini bozorga solgan Urumchi Yeshilnur Sochaklik shirkati alohida talab qildi. Oshpazlik nozik bir hunar. Buningmi maxsus baholashlar bor. Aqtistam etgan. Hamma oshpaz tomoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. Aqtistamni. Bu aqtistam. Hammasini oqib etgan tomoqkan qo'y. Oqib sharaf topdi. Boshqa ustamlarning 5 qatdi. Aqtistam etsin. Oqib texmi aldirash bo'lib ketdi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Sir oshkora bo'ldi. Asli ish bor ketib bo'lsa bakan emas. Hamma oshpazning harduq chiqdi. Bugun hammasini bak o'xshab. Hammasining tomiq tetidi. Chunki hammasi ish bor ishlatishni bilib oldi. Ish bor tetib bo'lsa-da hamma tomiqingiz tetidi. O'zgarmas tam ish bor tetib qo'llari. Bu tamoqlar bak o'xshabdi. Qanday etgandi? Rasbek o'xshabdi. Taomlarni bek lezzetlik bilan o'xshatgan. Madaniy chinon, bek yaxshi bo'lmay bilan ash taomlar lazzatga to'lmay. Qadimiy Chinoy yurishlik moylari. Donliq, xushbiroq Yeshilnur Guruchida etilgan tomoqlar sizga esil ta'm ato qiladi. Yeshilnur Guruchi oldin tanlashingiz bo'lsin. Arg'illik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. 嘿，大家好，欢迎收看一趴调味品独家冠名的《大厨来了》节目，我是主持人Umutvar Mahmud。 我是主持人Gülgina Tursun. Xo'sh, qadrli ko'rurman do'stlar, İhbar taom tetitqo'llari tajidarligini ustiga olgan. Qadimiy Chinoy yog'lari alayda qo'llagan. Shuning bilan birga yana Yeshilnur un guruchlari alayda talab qilgan. Cansuyar meyve köktat yuvish tuzi alayda hamkorlashgan. Aşpaz Geldi programımızdan yeni sani yeni sizler bilan yüz görüşdük. Ümit var biz her bir son programımızda şu alay teklif bilen bizningki aşpaz ustamlarını programımızga teklif kılıp yeni özgüçe her xil, sarxil təminlik tamaklarını görürmenler bilen birlikte etişini öğünüyatımız şuna go. Şunda anlatsam bugünkü programımızda meylet etilgen tamakның her xil sarxil bolğanlıqıdan bäkerek yana kelgen mehmonlarning her xil sarxillıqı Qiziqtiryapti bu adamni. Qiziqtiryapti. Kim Bugün programımızga alay teklif kılıngan bizning aziz mehmonimiz yana aşpaz ustam bolsa, Yumurxanning yo'ldishi. ha, to'g'ri Yumurxanning yo'ldishi. Yumurxanning yo'ldishi ismi ismi- bir naqsha. Bir naqsha. Hayliqi. Bay Bayveçe program keldi yana bayveçe tamakati bizga yana bayveçe. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi programmamizga alayda teklif qilingan bizning oshpaz ustam bo'lsa Yumurxon, shundaqla Nurqamar va uning yo'ldoshi Boyvachcha qarshilamiz. Qarshilamiz. Kanglar. İkranlıq çıxırğan boldu amma. Programmamızga xush keldinglar Nurqamar Boyvachcha. Şu ismingizni anglab Umidvarning dastlabda ismingiz kimdi lekin Naqshi bilan yana asl oldik shunda qo'yib. Xo'sh, ekran oldidagi ko'rurmanlarga o'zinglarning bir qizg'in o'ttiq salomini yo'llaytamizlar. Ekran oldidagi barliq ko'rurman do'stlar, menki Odiy Sho'g'li Boyvachcha ustidan hammaga o'tliq salom. Qarshilamiz. Boyvachcha. badek tugatdingiz. Nurqamarga qo'yib qo'yotdi-da. Yaxshimsa do'stlar, menki endi nimdayman? Udum madaniyat taqdis chekish shirkatining aktyori Yumurxondan, ya'ni Nurqamar Ahmadjondan mush ekran oldidagi gal cho'ylisi tamaqqa amra, gal avarlarga chin qalbimdan sig'inishli salom. Qarshilamiz. Xush keldinglar. Bu anglablar ismingizni? Çok men sizning o't fensirinizcha. Men shu albatta Ha. Yumurxon deb angladik, lekin ismining men Nurqamarligini rost gap qilsa bugun bildim. Bugun programmamiz rasman bildim. Xo'sh, endi o'zingizning shu ekran oldida bo'lsin yoki to'rda o'zingizning yaratgan obraz bilan nurg'ilgan elning xalqning qo'llashiga erishib kelyapsiz. Chiqib ko'rsangmisin, endi bugungi mana o'zingizning yo'ldishining, ya'ni bizning programmamizga mush tamoq etish munosabati bilan, o'gitish munosabati bilan keyiniga bizma hayron qoldik-ku. Nurqamarni odatda biz shu to'yinlarda deymiz yoki ekranlarda taratqulardilar, ko'rdik-ku. Endi bugun naq maydonda bizning Aşpaz Geldi programmamizga qatnashib biz buni aytib xush bo'ldik. Albatta, ekran oldidagi ko'rurmanlarmi bugun Nurqamar va yo'l
yo'ldoshi boyvachcha apandimninki zodi bular bizga qiziq so'zlarni qilg'ach qiziq paranglarni qilg'ach qandoq tomoqni etishni o'rgatgandi deb qiziqayotgan bo'lishi mumkin bugun aytmoqchi bo'lgan tomoqimiz boyvachcha usta Ko'rilmanga o'rgatmoqchi bo'lgan tamoqim qizartirib pishirilgan kala qo'rqi. undaqda materiallarni bir tanishtirib o'tamsiz Birinchi tanishtirganimiz kala go'shtdan oq tarafi ya'ni kala qo'rqi. kala quyruqi Kala qo'rqi. Mozayının taza. Yaxşı. Bundan keyin laza. Qizil laza. Qizil laza, ko'k laza. Endi budun tuxumi, Tuxumi, so'ng piyoz, piyoz, endi so'ng son piyaz, kichik so'ng piyoz, shovsong deydi buni. shavson Endi bu yerda bajo, bajo, bajo endi tubenjang, do'benjang, endi Sinjang, sinjang, samsa, samsa, hojo. Heh. Endi jangyu. jangyo. jan yo'q Xo'sh, endi mush ko'ktatlarni biz başlayalım. Yana o'xshashlar bizning Jansuyarning ko'ktat mevchi yuz tuz orqali juvoldik. Chunki buni 3 minut chilab juvolgan chaqda buning ichidagi mikroblar, ximiyalik ziyonli tarkiblar ximiyalik chiqib moddalar To'g'ri. chiqdi. Chiqidi. mashg'ulotimizni boshlab ketsak oldi bilan Unda birinchi qatimda go'sht to'g'raymiz, kala qo'rqini. To'g'rashdan qaysi kelganchada mana mushunda chak yevacho, Üksünü koyar. üstüne qo'yib, bunga mushani to'g'raymiz. Ishtik to'g'rildi. Maya to'g'rab qolsak, chaydonni o'zini o'ttiramiz. Ham chaqilish bir xil biyaqilab qoldi. Alvarçılık oldu. Şuna muş- Demek üksük kes içtik ötüdükü ne bıçak ha? Eng tatlı yeri musha ekan. Unda siz go'shtlarni chanab tayyor qildik. Tayyor qildik. Endi buni diqqat qiladigan ishlar bormi? Masalan, go'sht chanagan chaqda bo'lsin yoki Bular- setib olgan vaqtda. Setava vaqtimizda buni cho'qim qassobni daganchada u qassobni yo'g'on qolsa, masalan, chanta olishimiz kerak. Bo'lmasa oilada ayollar bularni uyda hammadan uyda oshpaz bo'lmagandan keyin buni chanashdan qoidasi, tartibi ham cheydolmo, bexatarlik uchun bexatarlik uchun undan keyin qassobni endi Hem cho'qim açaydığının ki yolunun buzultudu. hamdiki navbatda hamda lozim to'g'rasa Ha. bir vaqtdan Lozim kelsa. lozimmi biza yo'g'onroq to'g'ri olamiz kerak yo'g'roq to'g'risak, Dalliq dalliq ekanda. jalliq Hem chiqadi. spor olarak şekilde. Ha. mana ko'ktatlarimizni musaylarimizni to'g'rab tayyor qilib oldik hamdiki bosqichdan bosqich qilamiz Hamda. qo'saq bak ichkatdi ya tushum bo'lib qoldi. To'g'ri. Unda bo'lsa qozonni olsak ham bo'ladi. Ha, hamda qozonim tayyor qildik, hamda qo'rish bosqichi keldi. ko'rish Uduldan bosqichi qo'ramdiq yoki mushu go'shtni ya suvdan o'tkazgan u go'shtlar bormi? Birinchi qatimda hozir suv quyib qozonga Ha. qaynatib olamiz. Uningki maqsad Buningki maqsad ma'nodagi go'shtga bir xil yoki shu ko'piklar, ko'piklar, shu Ha, ko'piklar etmasa, buldi. bevos qo'ysak bu Ta'miga ta'sir etadi demoqchiman. ta'migim ta'sir yetkazadi ham supetga, yoki rangi tomoq rangi qo'rib bo'lgandan keyin bunda bir xil kupikdek bir narsa paydo bo'ldi. Ha, tushundim. Manda tuncu qitim tamqınızı tetiği adam bilmesi mümkün. Lekin kesbi adamdan sizin tamqınızı körüp ben bilip aldım. Buni qanday bilib olamiz degan chog'da buni supet borchu. Ha. Ta'mini bilmasakmi, supetdan chiqib olamiz. Qanday degan chog'da mana bu shunday kupiklar ay taksining cho'risida bo'ldi-chu bu. Cho'rsi yil bo'ldi ekan Ha. ha. Yelib olgan chog'da, mana manda qo'ribdi, yo so'g'samay qo'ribdi, yo chitti qo'ribdi, yo tangli qilib endin qo'ribdi deb manda oriymiz buni. Shuna Bunda kesbi hozir- hukmlarda bor. oilalarda ishlatishgan deb kerak shu usul mos keldiga chunki Ha. go'shtni bir kupkani elib olishdan sart go'shtni yani chala bir pishirilish maqsadiga yetkazib bo'ldi ekan To'g'ri. Ha to'xunimni to'xuda penji qo'rg'an vaqtimizda to'xunim shunday qilishimiz kerak. To'xunimni qo'rg'an chog'da o'xshash mushuklarmi, shuna bir kupik chiqib oladi. Dape yonroq qilgan chog'da shunday qilib olamiz. Dape yonroqni alaqa qo'y go'shtimi, shuna kupik bor. Aslindagi kupikni vaqtida ep tursak, endi go'sht Süzük. qaqib chiqadi. mana ko'rurmanlar biz go'shtni chanab tayyorlab bir qitim qaynatib oldik shunaqa To'g'ri, chalib bo'lgan suzuk qilib oldik. suzuk holati chiqdi ya hamdiki bosqichda Endi qo'rish qo'rish bosqichi Yaq shunday. qo'yimishini ama. Birinchi Yaq bosqichda qo'ygancha yaq. unda qo'ysa yana o'xshashlar bizning qadimiy china yaqdir ishlatimiz. Abdükerem kam zaranza yo zaranza içilişi her yanınızda. Mayları da okşaydı polu lağmen hem sanza. Yana qo'yaylik. Kichkina qo'yamiz shogird. yaxshi tarbiyalayapsiz a
Bu tamakla bek okşaptı. Kandak etkende. Rost bek o'xshabdi. Taomlarni bek lezzetli bilan o'xshatgan. Madaniy chinar, bek yaxshi bo'lmay bilan ash taomlar lazzatga to'lmay. Qadimiy Chinoy yurishlik mayları. Donliq, xushbiroq yeshil nur gurjida etilgan tamoqlar sizga esil tam ato qiladi. Yeshil nur gurji oldin tanlashingiz bo'lsin. Xo'jayin, tam tanishadigan ustam yo'q, sakız bek ko'p qanday qilamiz? Nemancha jiddiyliksan? Ustan bo'lmasa, mana men bag'o. Ansirma, zakasini to'xtatma. Oshpaz ustamli bo'ladi ekan, ansirash behojat. Mehmonlar, ta'mi qandaqroq bo'pti? Ustam almashgan o'xshamamdi. Ta'mi burunqidan yaxshi bo'pti. Bu ta'mi bizga bek yoqdi. Oshpaz ustam tetit qo'ldiri. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. Yağını koyup olduk. Soğuk yağ şeker koyuyoruz. So'ngra shika qo'ymaydi. Demek kızmaytganmiz yani. Bu Şeker shekarni kuyib ketishini oldin oldi. To'g'ri. Hem asasen ümit var. Bizim ustup kaldık mu şu kızartıp pişirilgan degan tamaklarınki her kandıqıga şeker Şeker. saladı şunağı. Rang kirib ekanmiz. Şeker mo. Erib bo'ldi. Erip oldu hazır. Ben Şunda bir xil bezlik pırak çıktı ya. Mana mush küpükü dikkat qilamiz. Mana hazır çıktı. Mush ko'pik chiqqancha solamiz shunaqmi? Ha, men qo'yib Mana salsak oldu. Go'sht sep bo'lgandan keyin chuqum o'tni cho'ng etishimiz kerak. Bo'lmasa şeker tomlashib, cho'michga, go'shtning ba'zi yeriga uvushib oladi. Shuni o'tni cho'ng etib qo'raymiz. Mana go'shtlarimiz singib qo'rilib payzobda. Hamda birinchi bosqich salig'imiz sinjon. Sinjon endi bunda ushoq qilaversak, tamoqni jitab qolmaydi. To'g'ri. Sinjon yoqtirib yeydigan odam bor-ku buni. Yemaydigan odami bor. Yeydigan, yemaydigan. Yeydiganlar tanlab yeb, yeydiganlar ilg'i va Hakkı saldı. yiyoruz Yedek bu to'g'ri. Sen ilki puruqi ma sıncanın küçük. Elə təmin yaxdılmaydıqlar, elə uşaq öz ağzını çırıb qalsa, şunu bir aram olur. Qıdı mınsıq çıxıb tamaqını yeməyə qaldı. Samsaqni bütün yoqtirib yeydigan odam xiridalim bor. Oilada men bo'lib shaxsan yoqtirib yeyman. Demek Şundan salamiz. Bütün salamiz 40 minut qaynadi, 40 minutgacha hech kim bo'lmay shu chiqadi. Endi shellaza. İnşallah yani tenlik lazım. Bunun Puraqlıq, uzun, uçluq, yenidən qurtulğan lazımdır, hə? Ma. Adətki ilqi çoğ lapiz də qoyumduq, kesken lazımız oxşumaydı ki, ma bu. endi maz son piyazniki bir yoğun son piyaz qo'yib hozir. Son piyazdan kütük tarafini, Ak tarafını. oq tarafini qo'rg'a vaqtimiz silitimiz. Ko'k tarafini ma rangli chiqarish uchun laza, ko'k laza, qizil laza aralashtirsak, eng oxirida spet rang o'ynaymiz. Hozir Təm oynayımızdan, ha? to'g'ri. Endi son piyaz yapıldı. Endi Bacav. bacav. Kiçik tetit qolarımızdan, hə? Bacavdan azraq lan. Mana Tut dal. sanatlan bir 6 tal Alt sasaqlan. Bu an puraq qılıdı. 8 quyruqluq tetit qoy. Hamda xojav. Bu xojoni hesabda mushundaqlam Bütün alacak. izib etmay putanlar salganmizda. Bütün aldı sasaq bulardı. Muşinin jiqraq sasaq oldu. Hamda bu jiqraq sasaq bunida qolgan boshqa ta'mini. Xojav üzbesidir. Yaqinsiz chiqib qolgan təmni mananki elə şamaldırıcılıq bir rolu var, o ağzımızda o çıxardığan. Şu təm bastırdı kəndə. Jiqraq sasaq bulardı. Həm bununki bir yaxşı tərəfi ısıq. Issiq. Hə, öl soğuq nə deyir Tabiiy bunu? issiq ekanda. Bayatın işletken bizden tamak işletken facia olsa şu programımızın tacıdarlığını üstüge algan ihbar taam tetit kolları teminlegen ihbar markasıdaki facia ola. Xo'sh, endi qo'rib bo'ldi. Hamda tuz salsaq, tuz selib bilan keyin suv qo'ysak bo'lardi. Sonu qancha çümüş ətrafını qoysak bo'ldi. Buningda çümüş demaymiz. Mushu go'sht, Çökküdek Yıpır kalır. çök. cho'kkidek ham qo'ysak bo'lardi. Bayvatçı hem de bayağı dap kaldık goya dap. Hem de şahsen benim oyum diyor. Hem de Nurgul hanım kızlarımızın oyda bu nasıl buluş mümkün ya ki bulması mümkün. Doğru. Onda bulmagan şaraytta yanı muşunda suyunu muşunda çıkara koyup bir bas kazandığımızda bolanda. Şəxsən mənim uyum demiyor. Doğru. Bunda qilsak bo'ladi. Hamda vaqt chiqib, ham suvi tugab ketib, to'xtamay suv jarashtirib ketadi. Endi yana bir usul bor-ku buni.
endi dumlab pishirish, o'rda pishirish bor-ku buni. Anaqa mant tugadigan qasqaga unga dumlab qo'yib, o'xshash o'shanda 40-50 minut atrofida dumlab pishirsak, o'rda pishsin. Go'shtni ayrim pishiribman yoki Yo'q. bevosita qo'rib bo'lgandan keyin. Yo'q, bishi chanab to'g'rab qilibdan bir qitim chaqib o'tgandan keyin go'shtni tuzlablan, endi shuni besiblan pishirsak bo'ladi. Uningga sho'rpisi chiqadi, suya tuzdan sip qo'ysak ham bo'ladi. Go'shtning o'zini suyiga suyi chiqqan bo'ladi. Onunki ilipli qo'rsi bo'ldi demakchiman. To'g'ri. Buni hozir 35 minutdan 40 minutgacha. 35 minutdan 40 minut. Endi men o'ylanmagan olgandan keyin shu yarim soat pishidi. O'ylanib, Sal yumshoq bo'ldi. Öldü kudoğacılık oğan kalın qasa 45 minut ketidi. Mavu taxa to'y xitimi almagan mozayib oğalık üçün 30 minut etrafida pishirgan. Şimdi qilsa mush bitilam dumlagan gapmi. qoldiq. Oyda cho'qim gazdan besimini normal olet qilishimiz kerak. Nimiz qiladigan chog'da bu Bak cho'ng ichib olsak bo'lmaydi demak. cho'ng ichirsak bu da pishildab ketgandan keyin ma yurkimizda qo'qab ketib, suv tugab ketganda endişeli İtip gidermi deydigan bu bo'lganda. Normal o't bilan gazniki normal o't bilan asıqlan bo'ldi. Endi bu pishildab bu chiqsam bo'ldi. Demek saatimiz qarayli. 30 minut shundago. Mana boshqa mashg'ulotlarimizni qilib oldik. Qadrli ko'rurman do'stlar, yuqorida boyvachcha ustam bizga nihoyatda tafsiliy atrofli tushuntirib berdi. Qizartib pishirilgan olay ta'mlik, qizartib pishirilgan kalla quyruqini tayyorlashda hamda yuqorqi asosiy mashg'ulotlarni qilib bo'ldik shundago. Hamda asosan hozir yuqori besimli qozonga selib hamda pishishini saqlayapmiz. Şinjan Sabiylar Kasbiy taraqqiyotchilik shirkati Ziyo Zaytun yig'i aldin tanlashingiz bo'lsin. O'riqlay desangiz, Ömür Cho'lpini tantiman kollagenlik aqsil oziqlik talqinini iste'mol qiling. Figura o'riqlatish yurishliklari badan go'zalligingizga asos solg'usi. Mukmuk markalik achchiq chuchuk tofuqiqi va kabob damlik tofuqiqi sizga esil tam ata qiladi. Cho'nglarga vafodorlik yetkazishdagi yaxshi tanlashingiz Milanda sap alqat sharbati. Arg'illik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. Oshpazlik nozik bir hunar. Buningmi maxsus baholashlar bor. Oq tustam akka. Hamma oshpaz tomoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. Oq tustamni. Bu oq Hammasini oqib etgan tomoqkan-ku. Oqib sharaf topdi. Boshqa ustamlarning 5 qatdi. Oq tustam Oqib texim aldirash bo'lib ketdi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Sir oshkor bo'ldi. Asli ishbor tetiko'si bakan emas. Hamma oshpazning harduq chiqdi. Bugun hammasini bak o'xshabdi. Hammasining tomoq tetidi. Chunki hammasi ishbor ishiltishni bilib oldi. Ishbor tetiko'sida hamma tomoqingiz tetidi. O'zgarmas tam ishbor tetiko'lari. Vaqtni to'shib qoldik deyman. Pishib qoldi, 35 minut 40 minut pishdim hozir. Unda Tarafdan qo'noqlarimiz Anda tayyor bo'ldi. o'tga saqlan bo'ldi. O'tga maqsadini Cho'qim mo'r tugab bu yo'q bo'lgandan keyin ochmiz bo'lmasa, u asaq mane kichkina voqal ishim bo'lmaydi deb ichib qolsa, mane u bilan yuzg'ur yutib qoladi. Buni Ordu kuyib qoldi degan gap shu. Demek qadrli ko'rurman do'stlar, biz hozir tomoqimizni etib, eng oxirgi tamomlash bosqichiga kelib qoldik. Demak, sizlarga alohida bek eskartizgan yerimiz, mushu tomoq vaqti to'shgan chog'da, dumlash vaqti to'shgan chog'da birinchidan o'g'rini chiqarishga alohida diqqat qilishinglar. Ikkinchidan, tuvoqni ochgan vaqtda baya boyvachcha deb o'tdi. Azroq voqaldi o ishni bo'lmaydi deb bexastalik qilish qat'iy bo'lmaydi ekan. Demak, bu yuqori besimli o'choqni ishlatganda qozonni o'sha nuqtalarga Alohida hisoblashimiz kerak. tomoqimiz pishdi. Night suyumi bek tugab ketmabdi ha. Endi qumoqni solamiz birinchidan. Endi 2 qadam Budun tuxumi. Budun tuxumi. Qumoqni pishib, budun tuxum pishib. To'g'ri. Ama lazını qanday vaqtda solamiz? Bu lazini eng oxirida. Eng oxirida. Guli sol shapkasi bo'lmaydi ha. Tirik zallaştirib Mana bu chilab tayyorlab olgan kang mash ugursiya konfan. Konfandan qancha solamiz? Konfandan hazıraq. Buni hozirmi eng oxir? Hazır sasak bo'ldi. Konfanga demak ekran oldidagi do'stlarimiz jiq shunga
Şulağa vokal tence qaraq salayım. Sizde kamera kendisine koymanğa yumurkan. Hanımefendi bek yaxshi ko'radi. Şuna Könfünni amankin küncütni. Күнжетне. Çoğun küncütni tamakның üstü içici yaxşı görmə. Digilar menden tabii küncüt sanmayım endi. Hanımefendi saldık, kunak saldık, bürün tuxum sepib olduq. Endi mayada muyum narsa var. Bu muyum narsa olsa tuzun tetiş. Hem tuzunu dediğimiz. İbadım siz tuz salganız, tuz sepib olgan ekan, endi hesap oldu. Ama lazla son piyazdan seçtimurun tuzunu titretmişsek, lazның açıqıda tuzunu bilgili olmaydı o. Anam bunu dep koyduğun endi. Endi varsa sakladı olar. lazı cıktırgızmayımız kende sip de alınız şundan mı? Wow. Demek mi yerlerini redlegeç duray, bizden tamakımız mı pişaldı turuvatıdı. Doğra. Mana Nezife'nin basın təqsir xiyab oldu. Manda oxşagan tamaqni Nazifənin qayçısı qamızaq çoxum zaya getirdi şundan yumurxan. Altın üzükke. Yoq, köz. Doğru. Mən bək amraqmışı dabançılan qılğandım astıq nan toğrab bəsə, şuna doğru yeyiş deyil. buldu. Əmdiki növbətdə ən axırqı basqıçımız Tamaklarının gülü olgan şavson. şavsoni. Piyaz. Küçük bir yazısını. Uşaq toğrab döpək çəçəmlik. Xoş qadirli görürmən dostlar, mana Yumurxan və yoldaşı Bayvetçinin qolu bilan tayyorlangan alayda təmlik qızartıb pişirilgan qaliq quyruqimi tayyor bo'ldim. Ko'rib o'tganimizdek bu tamoqqa endi sal ishtihat ketadigan, sal mashg'ulot jiq ketadigan. Shundadimi biz ishimiz bu tamoq bugungi kayfiyatdan nayta o'xshidi deb shundaqo. Mana bitilgan tomoq, ko'ngil qo'yib bitilgan tomoq cho'qim o'xshaydi. to'g'ri. Cho'qlanim tayyor qildim, undaqda bir ig'isiga baqandiq. Siz muşunu to'g'ri uchun men bir xil gumonlangandim. Qachon pishadi, qanday pishadi deb, ta'mi qanday bo'ladi. Hamda hozir yegandik haqiqatan prospekt payzobda yillikdeklar. Şunday yıqımlıq. Bizning tuqqanning qo'y bo'ldi, gilazir. Bir narsani ta'kidlagim keldi. Boshqa yana nima yapaqan qaliq qo'yroq ko'rmasan, lekin mandaq yumshoq, mandaq tamlik Yıqımlıq pişmaydi. Tamoqimiz shuna o'xshab ish qilib. Usta, Ha, maydas qanday qilamda? senin qo'sqoning nemikamdi o Mush qizlarning ko'ngli bir xo'sh qo'yilgan minaskan. Mush Yeşil Nurning guruchi dumlangan bir guruch o'g'amsa ichimda. Tayyor qildim deb qini chiqirmiz ham. Mana. Ma beğenmezsen iş düşmez. Bak peşinden düşmez. Hiç kipi aldığımız neydi mi hani? Shikpiyal qizlar. Mala kağı çıkan, sıkamaz, yiyen çıkan. Ama ko'rizlarimiz shunda tiriktiri javob. Qaranglar mana Purusli shunda ta'mli guruchimi? Demak, endi bunda o'xshagan tamoqni ham qartib qo'yib yeymiz-da, yumurqamishlar. Şinjanbarda Soda-Çeklik şirketining Xinhua Janubiy yo'lig'i joylashgan Erdil yemeklik xurushlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurushlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, may, tetutqu va har xil yemeklik xurushlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, to'rt pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarni to'ptiliq. Yemeklik xurushlari setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurushlari do'koni. Erdil. Bu tamoqlar bek o'xshabdi. Qanday etgandi? Rasbek o'xshabdi. Taamlarni bek lezzetlik bilan o'xshatgan Madina Chinon bek yaxshi Bumay bilan ash taomlar lazzatga to'lg'ay. Qadimiy Chinoy yurishlik mayllari. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rurman do'stlar, mana bugun bir kunlik noiti ko'ngillik holatda etilgan bizniki alay ta'mli qizartib pishirilgan qaliq quyruqimi tayyor bo'ldi, ham tetibmi, yebmi bo'ldi, shunchalik hozirlandik. Yumurxon Boyvachcha sizlarningmi alay tamoq chiqarib programmamiz qatnashganlarga program guruhimizdan shundaqla ko'rurmanlar nomidan chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Qadrli ko'rurman do'stlar, programmamizning tajidorligini Ipar taom tetutqulari shirkati o'z ustiga olgan. Qadimiy Chinoy yog'lari alayda qo'lligan. Shuning bilan birga yana Yeşil Nur un guruchlari alohida talab qilgan. Uningdan boshqa yana jon suyar meva ko'ktat yuvish tuzi alayda qo'lligan. Xo'sh, biz programmamizning oxirida mushu o'rinlarga alayda rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi ko'rurmanlar programmamizning bu soniga o'rlashtirilgan mazmunlar mushayat oxirlashdi. Xayr xo'sh.